Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borgan yurtdoshlarimiz. Bugun sizlarga global mail a'zolar xudo xolasa Sveji bugungi kunda ideal holatdagi smartfonlarni tanishamiz. Faqat bugun flagman modellar bo'ladi xudo xolasa. Bizni kuzatishga davom etinglar. Sizlarga borini aytib magazinda har doim eng tiniq smartfonni arzon narxlarda video qilib, bundan tashqari petnosi bo'lsa petnosi, ekran almashgan bo'lsa almashgan deb borini aytadigan magazin. Albatta bu xudo xolasa global mail a'zolar bo'ladi. Bizga ishoninglar. Inshaalloh ishonchlarni qo'limizdan kelgancha 100% amalga oshirishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, qanday murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videoni boqsizlar, men sizlarga juda ham qiziqarli smartfon taklif qilaman. Gaplarimga har bittasiga inshaalloh birma-bir e'tibor berasizlar degan umiddaman. Qo'limda iPhone 11 Pro smartfonni hozirgina olib qoldik. 256 92 o'nkiz holati juda ham tiniq holatda, bir kaltagan, qirilgan joylari yo'q. Ekranlarda oldlaridan tizig'i yo'q. Bitta aybi bilasizlar, iPhone'lar ham 11 XS dan boshlab AMOLED ekranda chiqqan, shu ekran hisobiga pechat tushib qolgan. Xuddi bu Yandex ilovasini ishlatayotgan paytida faqat chiqib qolgan ekan. Pechat bo'lib, lekin narxini juda ham arzon narxga qilib beramiz. Foydalanib qo'yinglar, albatta bu sizlar uchun. 256 lik 92 o'nkisini hozirgi kunda bizda oq yashillari ham mavjud. Ular narxini $285 bir so'm kamiga beramiz. Men sizlarga chegirma qilgan holatda $187 ga iPhone XS narxiga 256 92 o'nkiz xohlasa hamma yo'g'i radno bo'lgan iPhone 11 Pro ni taklif qilaman. Bu albatta sizlar uchun. Xo'p, endi qaranglar hurmatli obunachilar, 2018-yilda sotilish bo'yicha portlatib yuborgan smartfonlar S9 hamda S8 smartfonlarini juda ham a'lo, ideal holatdagilar kirib keldi. Bu smartfonlarimiz 4 ga 64 bo'ladi, batarekalari 3000 mAh, holati juda ham tiniq holatda. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab S8 smartfonimizni imekalari o'tgan holatda $115 dan, S9 smartfonimiz esa $120 dan shunaqangi seriozli bir dona nuqtasi bo'lsa smartfonni vaziyat qilib ideal holatdagilarni inshaalloh bizdan xarid qilishingiz mumkin. Yana bir ajoyib taklif hurmatli obunachilar. Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 12 ga 256, 5 imaj akkumulyatordan jihozlangan Samsung S22 Ultra'ni eng hadovoy green ranglisini men sizlarga super chegirmada korobka hujjatligini hurmatli obunachilar $435 ga qilib beraman. Korobka sizini ham hozir videoda oxirida sizlarga aytib o'tamiz. Xo'p, havo isib ketgandan keyin kichkina smartfonlarga so'rov ko'payadi. Men sizlarga kontaktli smartfonlar taklif qilyapman hurmatli obunachilar. Qo'limda Samsung S22 beji smartfoni, Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 8 ga 256, 3700 mAh akkumulyator. O'zbekistonda hali hech kim sim karta qo'yib ishlatmagan shunaqangi yoqimli, ideal holatdagi S22 beji smartfonlarimizni $280 dan xarid qilishingiz mumkin. Bir narsani taklif etdik, undan bag'agan telefonlar narxi ko'tariladi. Lekin biz 1 oy oldin ham, 1,5 oy oldin ham $280 dan S22 ni sotayotgandik. Xuddi shu narxda hozircha bizdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi smartfonimiz Samsung S21 beji smartfonimiz, 120 Hz ekran, 4000 mAh akkumulyator, 8 ga 256. Inshaalloh S21 dan nesha desalaring shunaqangi tiniq holatdagilardan men sizlarga ataylab video cho'zilib ketmasin deb 2 donadan qo'yib chiqdim mana. Xohlagan svetlanlar, shunaqangi yoqimli, ideal birorta nuqtasi yo'q smartfonlarni $230 dan sotayotgandik, $225 dan chegirma qilib beraman. Foydalanib qo'yinglar hurmatli obunachilar, 100% imekalari o'tgan, birov hali sim karta qo'yib ishlatmagan S21 beji smartfonlarimizni $225 dan 4 xil violet, qora, pink hamda oq ranglilari. Qo'limda Snapdragon 865 prosessor, 12 ga 128, 4000 mAh akkumulyatordan jihozlangan juda ham yoqimli, holati o'ta ham ideal holatda bo'lgan Samsung S20 beji smartfonlarimizni $200 dan qilib beramiz. Atiga 3 dona, xudo xolasa foydalanib qo'yinglar. Keyingi smartfonimiz Samsung S9 Plus smartfonlari. Smartfonlarda yaltirashiga, holatiga albatta e'tibor beringlar. Birorta ham nuqtasi yo'q, tiniq holatda. Bu ishlaganmikin deb o'ylaysizlar. Xo'p, 6 ga 64, 3500 mAh akkumulyator, holatlari zo'r holatda bo'lgan S9 Plus smartfonlarimizni $135 dan qilib beramiz. Ketidan men sizlarga xuddi shunaqangi ideal holatdagi Samsung S8 Plus smartfonlari. Ajoyib taklif, 4 ga 64 hamda 6 ga 128 salik. Narxi $115 ga $125 dan tashkil qiladi.
tanlov o'zingizda, tanlov o'zingizga qarab xudo xohlasa global mayga bemalol murojaat qiling. Har bitta smartfonda imekasi o'tgan bonuslar bilan tezkor bites pochta orqali O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Keyingi smartfonimiz Note versiyani oxirgi avlodi Note 25G smartfonimiz 8256 4300 mAh akkumulyator, narxi esa $220 ga. Ketidan men sizlarga eng xadovoy bo'lgan hozirgi kundagi S22 5G plus 5G smartfonlari Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 8 ga 256, 4500 mAh akkumulyator, eng xadovoy ranglilaridan $315 taklif qilaman. Hurmatli obunachilar, turishiga qaranglar. Xudo xolasa sizlarni smartfonlar zakaz qilganlaringizdan 100% qoniqtiradigan umiddamiz. Shunaqangi tiniq holatdagilar bo'ladi. Qaranglar endi. Qo'limda Snapdragon 8 Gen 2 prosessor, to'ralar tomonida salafanlar olinmagan, xuddi yangi smartfon, faqat korobkasi yo'q deb hisoblayverasizlar. Ketidan men sizlarga shunaqangi yoqimli violet ranglisini ham taklif qilaman. Xo'p. 8 ga 256 kelasi ham 4700 mAh akkumulyatordan jihozlangan, holatlari zo'r holatda, narxi esa $395 ga yangidek holatdagi, salafani yo'q, lekin tiniq holatdagi bu svetini esa $375 ga qilib beramiz. Keyingi smartfonimiz juda ham bahaybat bo'lgan, akkumulyator jihatdan nihoyatda kuchli bo'lgan Samsung S21 Plus 5G smartfonlari. 4800 mAh akkumulyator, Exynos 2100 prosessor, 8 ga 256 qora hamda shunaqangi yoqimli violet ranglilari. Bu smartfonlar chegirma qilgan holatda $260 dan qilib beramiz. Xo'p. Samsung tarixida birinchi bo'lib 100x yaqinlashtirgan smartfonlar anchadan beri bunaqa katta kolleksiyada kelmay ekan. Samsung S20 Ultra smartfonimiz Snapdragon 865 prosessor, 12 ga 256, 500 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Ideal birorta nuqtasi yo'qni, hurmatli obunachilar, $305 dan. Agar ko'rsida sashilingan joy bo'lsa, bir plus holatdagi bo'lsa, $285 dan $20 arzoniga qilib berishga tayyormiz. To'g'risi bundan juda ham ko'p, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Endi yana bir ajoyib taklif, hurmatli obunachilar. Holatlari o'ta ham ideal holatda bo'lgan. Ko'rsating, qirg'oqlarini. Tiniq holatdagi Samsung S21 Ultra smartfoni, 100x kamera, Exynos 2100 prosessor, 12 ga 256, 500 mAh akkumulyatordan jihozlangan, yoqimli silver ranglilari. Xo'p, bu smartfonlar sizlarga $350 dan birorta ham nuqtasi yo'q, ideal holatdagini qilib berishga tayyormiz. Albatta, emekalari 100% ofitsialniy o'tgan. Endi yana bitta zo'r taklif sizlarga. 16 operativka, 512 talik, to'ralar tomonida salafani olinmagan, xuddi yangi telefon olyapman deb hisoblayverasizlar. Narxi $375 ga S21 Ultra'ni 16 ga 512 taligini taklif qilamiz. Xo'p. Videoda davomida aytganimdek, Note versiyani oxirgi avlodi Note 20 Ultra smartfonlari ham bizda mavjud. Snapdragon 865 prosessor, 12 ga 256, 4500 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, holatlari tiniq holatda bo'lgan 3 xil ranglilari bizda mavjud. Bu smartfonlar sizlarga, hurmatli obunachilar, narxini $325 dan qilib beramiz. Inshaalloh narxlar bomba narxlarda bemalol narxlar solishtirib xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, ketidan men sizlarga Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 12 ga 256 hamda 12 ga 512 talik Samsung S22 Ultra smartfonlarimizni 3 xil ranglisini taklif qilaman. Bardoviy, oq hamda shunaqangi yoqimli green ranglilari. Oqlarini ko'ringlar. Har doim oq smartfon shunaqangi yangidek turaveradi. 12 ga 512 hamda 12 ga 256. Xo'p, bu smartfonlar sizlarga 512 taligini $450 dan, 256 taligini esa $430 dan qilib berishga tayyormiz. Tanlov o'zlaringda. Inshaalloh tanlovlarga qarab bemalol bizga zakaz beringlar. O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul yetkazib beramiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaringiz bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda oxirida bir narsani aytib o'tay. Telegram kanallarimizga ham inshaalloh pastda silkalarni qoldiraman, kirib qo'shilinglar. Chunki har kuni kelgan yangiliklarni o'zim birma-bir Telegram hamda Instagram istoriyalariga joylab boraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.